Hammaga salom, kuningiz xayrli bo'lsin. Yuringlar birgalikda bugun Amerikan marketlarini aylanamiz. Kirish joyidan shunaqa go'zallik, qaranglar qanaqangi chiroyli gullar sotishadi. Amerikada buket gullar $10 dan $50 gacha sotiladi. O'zbekistonga o'xshab shikarna qilishmaydi buketlarni, lekin gullari juda ham ajoyib, bir-biridan chiroyli. Bu yerda живой tuvakdagi gullar ham sotiladi. Qanaqa sug'orish, qanaqa parvarish berish ham yozilgan bo'ladi. Yuringlar sizlarga shirinliklar ko'rsataman. Shirinlik yaxshi ko'radiganlar bormi sizlar? Men shirinliklarni salkam jinnisiman. Shunaqa cupcake, biskvit, shirinliklar bor ekan. Qaranglar, qulupnikani qanaqa shirinlik qilish juda ham chiroyli. Tortlarning narxlari $15 dan $40 gacha topsanglar bo'ladi. Kusokli tortlar bo'lsa $4, $5, $3 ga ham topsanglar bo'ladi. Yaqinda Amerikada Din Valentin bo'ladi, shuning uchun shunaqa aksessuarlar chiqib ketgan. Asosan pushti va qizil rangdan ko'proq foydalanishadi. Shunaqa yurakchanlik, yaxshi ko'rgan insoninglar uchun, turmush o'rtog'inglar uchun sovg'a qilsanglar bo'ladi. Yuringlar sizlarga shunaqa juda ham chiroyli atiga $1.99, ya'ni $2 turadi. Qaranglar, bu shunaqa shokolad, atirgulchali shokolad. Shuni o'zini yurakchali otkritkasi bor, yozsanglar bo'ladi. Amerikada odamlarda ovqatlaridan ko'ra kuchuklari, mushkullari ovqatlari juda ham ko'p. Amerikada kuchuk bilan mushuklar juda ham yaxshi ko'rishadi. Sizlar bilan gaplashib esimdan chiqishiga ozgina qoldi. Farzandlarimga kasha olishga kirgandim. Shunaqa Infamildan kasha beramiz. Ko'rib turibsizlar, pushti, siyoh rang, sariq bor. Biz sariqdan beramiz. Juda ham foydali. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlarga bo'lsa bye.